Parkent soyi shunday yonidagi qurilayotgan o'sha yo'l ochilgan yoki ochilmaganini bugun sizlar bilan shu mashinada ko'rib chiqamiz. Qani ketdi. Mostagidan o'tamiz. Birinchilardan ketyapman, birinchilardan. Yo'l chetlarini qaranglar, bu yo'li. Bu yo'llarning chiroyliligini qaranglar, archalarni qaranglar. Oh, mana qurilishlar bo'lyapti. Parkent bozori mana shunday yonidan ketyapman. Hozircha yo'limiz ochiq. Boyqozonga yetib keldim. Ikkinchi mostdagidan o'tyapman. Boyqozondan burilganlardagi o'sha ko'prik tagidan mana o'tib kelyapman. Hozircha bu taraf yo'q-u, bu tarafda betonlar bilan to'silgan. Keyinchalik ochilsa kerak. Xuddi shu yo'ldan chiqib keldim. Bu yo'ldan razvorat qilib, Parkentga ikkinchi yo'l bilan ketaversanglar bo'ladi.